Real Madridni yanvar oyida super uchrashuvlar hamda final ham kutmoqda. So'nggi 3 o'yindan ikkitasida Atletico Madrid hamda Barselonaga qarshi o'ynashimiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, biz esa boshladik. 4-yanvar kuni Real Madrid Santiago Bernabeuda qirol Antonining klubi Real Betisga qarshi soat 20:15 dan boshlab o'yin o'tkazadi. Va bu o'yin La Ligada biz uchun juda muhim. Turnir jadvalida vaziyat biroz chigal. 7-yanvardan 8-yanvarga o'tar kechasi soat 00:00 esa Ispaniya Super Kubogi doirasida Atletico Madridga qarshi yarim final bahsida maydonga tushamiz. Va ushbu o'yin Real Madrid g'alabasi bilan yakunlansa va parallel uchrashuvda Barselona Atletico Bilbao ustidan g'alaba qozonsa, 11-yanvar kuni soat 00:00 da El Clasico guvohi bo'lamiz va dunyo yana ikkiga bo'linadi. Ammo bir yechimi bor, muammo bor. Ispaniya Super Kubok uchrashuvlariga mualliflik huquqini Nazor TV va Na Futbol TV sotib olmagan. Sababi esa bu Copa del Rey yoki La Liga, ya'ni Ispaniya chempionati doirasida emas. Ammo bilasiz, barcha Real Madrid uchrashuvlarini jonli efir orqali o'zbekcha sharhda to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatadigan Madridisha Telegram sahifasi bor. Oldingi El Clasico'da 80 mingdan ziyod muxlis bilan Madridisha Telegram kanali orqali El Clasico'ni birga ko'rgandik. Navbatdagi o'yinlarni ko'rish uchun hoziroq profil opisiyasidagi havola